Koreyaga ishlashga borish uchun boy bo'lish kerakmi? Assalomu alaykum. Janubiy Koreyaga ishlash uchun ketish minglab o'zbekistonliklar uchun yaxshi daromad topish, oilasining turmushini yaxshilash va kelajagini qurish imkoniyati hisoblanadi. Biroq so'nggi paytlarda bir savol ko'pchilikni o'ylantirmoqda. Koreyaga ishlash uchun borish yo'lida davlatga to'lanadigan xizmat haqlari qanday hisoblangan? Nega aynan Koreya uchun bu to'lovlar boshqa davlatlarga nisbatan bir necha barobar yuqori? Mazkur mablag'lar qanday iqtisodiy hisob-kitoblarga asoslangan? Bugun mana shu haqda gaplashamiz. Avvalo raqamlarga e'tibor beraylik. Y9 vizasi asosida Koreyaga ishga ketish uchun nomzod bir nechta majburiy to'lovlarni amalga oshirishi lozim. EPS TOEIC imtihoni uchun 28 AQSh dollari, tibbiy ko'rik uchun o'rtacha 1 million so'm, viza yig'imi 70 dollar, aviachiptalar esa o'rtacha 3 million so'mdan boshlanadi. Bulardan tashqari eng katta to'lovlardan biri migratsiya agentligi xizmat haqidir. Rasmiy tarifga ko'ra xorijda ishga joylashtirish xizmati uchun bazaviy hisoblash miqdorining 40 baravari, ketishdan oldingi o'qitish va moslashtirish xizmati uchun yana 10 BXM, jami 50 BXM to'lash lozim. Bugungi kunda bu mablag' 20 million so'mdan yuqori. Barcha xarajatlar jamlanganda esa Koreyaga ketish uchun nomzodning sarf xarajatlari 25 million so'mdan oshib ketadi. Bu yergacha hammasi oddiy ko'rinishi mumkin, ammo keyingi savollar aynan shu yerdan boshlanadi. Tahririyat ixtiyoriga Migratsiya agentligining 2025-yil 24-iyulda tasdiqlangan buyruq nusxasi kelib tushdi. Aynan shu hujjat bilan Koreya uchun 50 BXMlik tarif tasdiqlangan. Bu yerda bir qiziq holat bor. Boshqa davlatlar uchun belgilangan tariflar bilan solishtirganda farq juda ham katta. Masalan, Yaponiya uchun xizmat haqqi jami 10 BXMni, Turkiya uchun 3 BXMni tashkil qiladi. Yevropaning bir qator davlatlari, Rossiya va ayrim arab davlatlari uchun esa 2026-yil oxirigacha agentlik xizmatlari bo'yicha mutlaqo to'lov belgilanmagan. Shunda tabiiy savol tug'iladi. Nega aynan Koreya uchun xizmat haqqi boshqalarga qaraganda kamida 5 barobar yuqori? Bu qanday iqtisodiy hisob-kitoblarga asoslangan? Albatta, kimdir Koreyaga ishga yuborish jarayoni boshqa davlatlarga qaraganda murakkabroq deb aytishi mumkin. Bu fikrda ham jon bor. Chunki EPS tizimi bir necha bosqichdan iborat. Imtihonlar o'tkaziladi, malaka sinovlari bor, hujjatlar tayyorlanadi, lekin davlat organi belgilaydigan har qanday xizmat haqqi faqat umumiy fikrlar bilan emas, balki aniq iqtisodiy hisob-kitoblar bilan asoslanishi kerak. Chunki bu xususiy kompaniya narxi emas, bu davlat idorasi tomonidan majburiy tartibda undiriladigan to'lov. Yana bir muhim jihatga e'tibor qarataylik. Koreyaga mehnat migratsiyasi ikki davlat o'rtasidagi o'zaro kelishuv asosida amalga oshiriladi. Bu jarayonda Koreyaning HRD Korea tashkiloti ham ishtirok etadi. Tahririyat ixtiyoridagi ikki tomonlama kelishuvga ko'ra, HRD Korea imtihon materiallarini taqdim etadi, dasturiy ta'minot bilan ta'minlaydi, ayrim tashkiliy xarajatlarni o'z zimmasiga oladi. Bundan tashqari har bir nomzod uchun O'zbekistondagi vakolatli tashkilotga 8 AQSh dollari miqdorida to'lov, ya'ni xizmat haqqi to'laydi. Nomzodning o'zi ham EPS TOEIC imtihoni uchun yana alohida 28 dollar to'laydi. Endi eng asosiy savol kelib chiqadi. Agar Koreya tomoni imtihonlarning ma'lum bir qismini moliyalashtirayotgan bo'lsa, har bir nomzod uchun xizmat haqqi ham to'layotgan bo'lsa, nomzod esa test, tibbiy ko'rik, viza hamda aviachipta uchun alohida mablag' sarflayotgan bo'lsa, unda migratsiya agentligi undirayotgan 40 BXM aynan qaysi xizmatlar uchun sarflanadi? Uning iqtisodiy tarkibi nimalardan iborat? Qancha qismi ma'muriy xarajat, qancha qismi fuqarolarga ko'rsatilayotgan xizmat uchun va bu mablag' qanday hisoblangan? Qayerdan kelib chiqqan? Yana bir qiziq holat bor. 50 BXMlik tarifni tasdiqlagan 106-son buyruq HDFU, ya'ni xizmat doirasida foydalanish uchun grifi bilan rasmiylashtirilgan. Qonunchilikka ko'ra HDFU davlat siri degani emas, biroq undan foydalanish ma'lum darajada cheklanadi. Bu yerda yana bir muhim jihat bor. Hujjatning o'zida tariflar oshkor qilinmaydigan ma'lumotlar emasligi qayd etilgan. Shunda yana bir tabiiy savol tug'iladi. Agar tariflar oshkor qilinishi mumkin bo'lgan ma'lumot hisoblansa, nega aynan ularni tasdiqlovchi hujjat ochiq e'lon qilinmagan? Tahririyat mazkur buyruqni Lexus Milliy qonunchilik bazasidan ham, Migratsiya agentligining rasmiy saytidan ham, rasmiy Telegram sahifalaridan ham izlab topa olmadi. Albatta, hujjat aynan HDFU grifi sababli e'lon qilinmaganini anglatmaydi.
Lekin fuqarolardan majburiy to'lov undirilayotgan ekan, uning huquqiy asosi va iqtisodiy hisob-kitoblari bilan tanishish imkoniyati fuqarolarda bo'lishi kerak emasmi? Bu ham jamoatchilikni qiziqtirayotgan asosiy masalalardan biri. Bu mavzuda bahs to'lov ko'p yoki kamligi haqida emas. Asosiy masala shaffoflik. Fuqaro davlat organiga pul to'layotgan ekan, u nima uchun to'layotganini, qanday xizmat uchun to'layotganini va bu tarif qanday hisoblanganini bilishga haqli. Ayniqsa Koreyaga ketish uchun xizmat qilayotganlarning aksariyati oddiy mehnatkashlar. Ular oylab til o'rganadi, imtihonlarga tayyorlanadi, tibbiy ko'rikdan o'tadi. Ko'pincha bu xarajatlar uchun qarz ham oladi. Shuning uchun davlat xizmatlari bo'yicha har qanday tarif nafaqat huquqiy, balki iqtisodiy jihatdan ham asoslangan va ochiq bo'lishi muhim. Bugungi kunda jamoatchilik aynan shu savollarga rasmiy va hujjatlar bilan tasdiqlangan javob kutmoqda.